Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan qon bosimi yuqori ko'tarilganda uy sharoitida qanaqa qilib yordam ko'rsatamiz, qanday tartibda bo'ladi, shu to'g'risida gaplashib o'tib ketamiz. Endi qon bosimi yuqori ko'tarilib ketish holatlari hozirgi kunda ko'p uchramoqda hamda kasallanish ko'p tobora ortib bormoqda. Endi kasallanish bo'lgan holatda uy sharoitida dori vositalari bo'lishi mumkin, dori vositalari bo'lmasligi mumkin. Shunga qarab biz yordam ko'rsatamiz. Agar dori vositamiz bo'lmaydigan bo'lsa, dorilarsiz tushiriladi. Agar dori vositamiz bo'ladigan bo'lsa, dorilar bilan hamda inyeksiya usullar bilan qon bosimini tushiramiz. Agar dorilarsiz tushirishimizda biz qon bosimi darajasiga qarab yuqori ko'tarilgan bo'lsa, bemorni harakatini cheklaymiz hamda yotgan holatda, boshini ko'targan holatda qilamiz hamda achchiq ko'k choy beriladi. Achchiq ko'k choy diuretik ta'sirga ega, ya'ni qonni hajmini siydirish hisobiga qonni hajmini pasaytirib beradi. Shuni hisobiga qon bosimini tushirib beradi. Bundan tashqari limon choy ham qon bosimini tushirishda muhim ahamiyatga ega ichimligimiz hisoblanadi. Undan tashqari ba'zi bir holatlarda qon tomiridan qon olib tashlash tavsiya etiladi. Ya'ni 10, 20, 30, 50 grammgacha qon olib tashlash bu bemorni holatini, faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Bu dorilarsiz edi. Endi dorilar bilan qon bosimini tushirishda biz tomchi ko'rinishda til tagiga tashlaydigan tabletkalarimiz hamda ichiladigan tabletkalarimiz bo'ladi. Endi qon bosimini tushirishda bir qancha dori vositalarimiz bir qancha guruhlarga bo'linib ketadi. Ya'ni APF ingibitori, kalsiy kanallar blokatori, undan tashqari angiotensin qamal qiluvchilar, undan tashqari diuretik dori vositalarimiz, beta blokator dori vositalarimiz bo'lib ketadi. Shu dori vositalarimizni beramiz. Endi tomchi dori vositalarimizdan bu farmadipin kalsiy kanallar blokatoriga kiradi. Bemorning yoshiga, individual xususiyatiga, dorini ta'sir qilishiga qarab turib biz 5 tomchi, 6, 7, 10 tomchigacha beramiz. Qon bosimi darajasiga ham qarab turib bu yaxshi tushiradi, til tagida tez so'riladi, qon bosimini tez pastlatishga yordam beradi. Yuqori qon bosimini o'zi 20-30% tushirishimiz kerak. Reski tushirib bo'lmaydi. Reski tushiradigan bo'lsak, insult xavfini oshirib yuboramiz. Keyingi tabletkalarimiz bu til tagiga tashlaydigan bu kaptopril, APF ingibitori 25 mg chiqariladi, til tagiga tashaladi, tilda tez so'riladi, qon bosimini tushirishda yaxshi yordam beradi. Undan tashqari nitratlar gruppasiga nitrogliserin bu periferik qon tomirlarida hamda yurakdagi tosh tomirlarni kengaytirib qon bosimini tushirib berishga yordam beradi. Ko'pincha yurak ishemik kasalligida hamda yuqori qon bosimida qo'llaniladi. Keyingi tabletkalarimiz bu enalapirin. Bu APF ingibitor 5-10 mg chiqadi ichishga. Bu ham qon bosimini yaxshi tushiradi. Keyingisi kalsiy kanallar blokatori, bu amlodipin 5-10 mg chiqariladi. Yuqori qon bosimiga ichishga tavsiya etiladi. Yaxshi tushiradi. Bundan tashqari bu dori vositalarimiz davolovchi ham hisoblanadi. Bundan tashqari valsartan, lazartan, telmisartan bu angiotensin qamal qiluvchilar, ya'ni bularni ham aniq dozalari, ya'ni 80 yo bo'lmasa 50 yo bo'lmasa 40 yo bo'lmasa yuqori dozalarda ham chiqadi. Bular qon bosimini tushirishda hamda davolashda ishlatiladigan dori vositalarimiz hisoblanadi. Endi bu dori vositalarimiz bilan bemorni holatini kuzatamiz. Agar qon bosimi tushmaydigan bo'lsa, diuretik siydiruvchi dori vositalarimiz qo'llaymiz. Siydiruvchi dori vositalarimizdan virashpiron, furosemid, tarsid dori vositalari. Bu dori vositalarni ahamiyatli tomoni qonda aylanib yurgan qon hajmini pasaytirib berishda ishtirok etadi. Bu dori vositalar bilan qon bosimini tushirishda indeksion dori vositalarimiz haqida gaplashamiz. Indeksion dori vositalarimizdan magneziy, divazol, papaverin, furosemid, benzogensionlar kiradi. Endi bularni tomir ichiga hamda yonboshga qilsak bo'ladi. Bemorni qon bosimi ko'tarilganlik darajasiga qarab turib, tomirga yoki yonboshga hamda dozasini belgilashimiz mumkin. Dozasi ko'pincha magneziy 5 kubik, divazol 5 kubik, papaverin 2 kubik, furosemid 2 kubik, benzogension 1 kubikdan chiqadi. Endi bu kubiklarini qon bosimi darajasiga qarab turib belgilaymiz. Misol uchun qon bosimi 180-200 bo'ladigan bo'lsa, magneziyni tomirdan o'zini natriy xlorga aralashtirib qilsak ham bo'ladi, yo bo'lmasa tomchilab natriy xlorga qo'shib qilsak ham bo'ladi. Undan tashqari yonboshdan qilsak ham bo'ladi, navokain bilan. Ko'pincha bemorning holatidan kelib chiqib turib, shu dori vositalarini qo'llaymiz. Hamda nazorat bilan qon bosimi, yuqori qon bosimini ko'pincha 20-30%, 35% gacha tushirishimiz kerak. Sekinlik bilan tushirishimiz kerak, tezda tushirib bo'lmaydi.
chunki ishemik insult xavfini orttirib yuboradi.